Hozir boshlagan joyimiz bu yer. Bu yerlarni bu yerga tumba bo'ladi. Bu yerga ham tumba bo'ladi. Xullas bu yerga 18 ta tumba tushadi, общий. Tak, bu yerga 2 ta, bu yerga 4 ta, bu yerga 3 ta, xullas shuna bo'lib, общий 18 ta tumba tushadi. Tumbalar bu yerga joylanadi, misol uchun. Har bittasini shu baravarida svitilnikmi, nima deydi haligi, bira. Shu biradan bo'ladi. Sari toshni o'zi rangidan qilamiz deyapmiz uni. Hozir buni qilinmagan ishlari ko'p hali. Например, hozir bu yerga mana nakrivka yopyapmiz. Mana yerga jicha qol nakrivkamiz. Undan keyin tumba bo'ladi, undan tevada, undan keyin nakrivkasi bo'ladi, o'zini o'rayapti, podogornikida. Mana mana guldan bu yerga yopishtiramiz, hozir ko'rsataman. Videoda uzun olyapman-da, shuning uchun hech ajoyib ko'rinmaydigan bo'lishi mumkin. Mana shu gul mashirga o'rnaydi. Nimaga desa, bu yerda mana joy ko'p qolib ketganda, buni chiqarganimiz sababi buna qilib. Mana 8 sm, 8 sm olib chiqargan sababi. Mana hozir tumba qo'ygan mahalimizda, mana tumba qo'yganimizda. Tumbani tevasida bunday shapkasi bo'ladi-da, o'zini bunday guli. Buton shapkasiga o'xshagan. Shapkasi xullas mayada 5 sm bo'lsa, mo 7,5 sm, 2,5 sm mayda mo 2,5 sm chiqib turadi. Go'yoki mana tumba tipo mana regil, ashuna mo tumba ushab turgandaqa bo'lib ko'rinishligi uchun mana qilib bo'rtirib chiqarganmiz buni. Endi u tumba, misol uchun tumbani shapkasi mayada bo'ladi, bu yerlari qolgan joylari ochiq qoladi, ya'ni mana qo'pol ko'rinmasligi uchun, magimda plavniy o'tib ketishligi uchun mana gulni chiqartirdik. Bu gulimiz o'zi yo'q edi. Buni chizdirdik. Manaqa zakaz berdik, xullas. Farruh aka degan akamiz bor. Shimo Chifuda gul ochadi.